Bizda ota-onasi bermayaptimi xullas? Olib qochasan. To'y kuni olib qochasan. Aka, so'zlarimni shunchaki tasavvur qiling. Qizingiz bor farishtadek muomalasi xushbo'y, uyingizga sovchilar ketma-ket kelib o'sha go'zal qizingizga qilmoqchisiz to'y. O'zingizga ma'qul bir kuyovni tanlab, qarindosh mahalla-ko'y hammani aytdingiz, 18 yil nomus bilan tarbiya qilib, to'y qilib qudalik bo'layotgan paytingiz. To'y kuni ko'zda yosh ayolingiz kelib, qizingiz dardini maktubga sochib ketibdi. Sho'rlikni sevganiga bermagan edingiz, begona yigit bilan qochib ketibdi. Ayting, kelganlarga nima der edingiz? Shunchaki darvozani to'sib qo'yarsiz. Keyinchalik oriyatga chiday olmasdan yo'l topolmay o'zingizni osib qo'yarsiz. Men faqat o'zimni o'ylamayapman, qo'rqaman, otasiga rahmim keladi. Taqdirim bo'lganda baxtli qilardim. Bu ularning qarori. O'zi biladi. Endi yolg'on orzu sal